2026-yilning 5-iyun kuni Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi hamda Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari hamkorligida o'tkazilgan Qora dori 2026 tezkor profilaktik tadbiri davomida Kogon tumani hududida qonunbuzarlik holati aniqlandi. Tadbir davomida Kogon tumani hududidan o'tgan avtomobil yo'lida harakatlanib ketayotgan Cobalt rusumli avtomashina haydovchisi 1965-yilda tug'ilgan fuqaro huquq-tartibot xodimlarining to'xtash haqidagi qonuniy talabiga bo'ysunmasdan voqea joyidan qochishga harakat qilgan. Tezkor ko'rilgan choralar natijasida avtotransport vositasi to'xtatilgan. Olib borilgan surishtiruv ishlari davomida fuqaro xodimlardan qochishga urinish vaqtida o'zi bilan olib yurgan qora polietilen paketdagi moddalarni yo'l chetiga tashlab yuborganligini bildirgan. Uning o'z ixtiyori bilan ko'rsatgan joyidan 22 dona gugurt qutisiga qadoqlangan yashil rangli va o'tkir hidli moddalar tegishli tartibda hujjatlashtirib olingan. Ekspertiza xulosasiga ko'ra, daliliy ashyo sifatida olingan moddalar tarkibida faol giyohvandlik vositasi hisoblangan tetragidrokannabinol mavjudligi va umumiy vazni 84 grammni tashkil etuvchi ko'p miqdordagi marixuana giyohvandlik moddasi ekanligi tasdiqlangan. Mazkur holat yuzasidan gumonlanuvchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.